465 mingga oyog'ingizni issiq tutadigan bitta oyoq kiyim oling desam, olmaysiz. Lekin ertaga shamollab kasal bo'lsangiz, bitta doktor kirib chiqishi o'ziga indamasdan 200 ming so'm to'lab chiqib ketasiz. O'zi hamma kasallik mana shu oyoqdan zax o'tishdan boshlanadi. Siz oyog'i sovuq qotmasin deb bunaqa -40 gradusga chidamli etiklardan olib kelib qo'yganmiz. Eva materialdan ishlangan bo'ladi, rezina bilan poka aralashmasdan ishlangan. Bu suvga, sovuqga chidamli mato hisoblanadi. Bu Rossiyada ishlab chiqarilgan, o'zimizdan yoyma bozorda sotiladigan oddiy oyoq kiyimlardan emas. Mana bunaqa naskiga o'zini komplektida bo'ladi. Bu oldingi ko'rsatgan -20 gradus etigimi naskiga nisbatan ancha qalin bo'ladi. Etikni olganingizda, mana chiqib turgan narsasi nima ekan deb o'ylashingiz mumkin. O'rislar shunchalik aqlliki, oyoq kiyimni yechayotgan paytingizda ham sizga qulaylikni tashab ketgan. Tizzadan sal pastroq turadi. Mana tepadagi arqonni tortib qo'ysangiz, yog'ingarchilik ichiga suv, qor kirmasligiga yordam beradi. Xullas, sizga ukali yoki do'stona maslahatim, pul emas, sog'lig'ingizni ehtiyot qiling.